Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari. Sizlar bilan asar tahlillarida davom etamiz. G'afur G'ulomning Mening o'g'rigina bolam hikoyasini ko'rib chiqsak. Keling, dastlab sarlavhaga ahamiyat beramiz. Nimaga o'g'rigina deyapti? Nimaga bolamda m bor? Ya'ni mening bolam. Ko'ryapsizmi? Mana shu sarlavhani o'ziyoq o'g'rini ayash, o'g'rini erkalash, o'g'riga nisbatan shafqat borligini ko'rishingiz mumkin va o'g'rini bolam deb aytyapti. Voqea hikoya degani chindan yuz bergan, ya'ni to'qima emas, yuz bergan voqea degani. Keling, mutolaa davomida sizga savol bilan murojaat qilsak, birinchi savol: hech uyingizga o'g'ri tushganmi? Biror narsangizni o'g'irlatganmisiz? O'shanda qanday holga tushgandingiz? Ya'ni agar uyingiz o'g'irib ketsa, ko'chada cho'ntagingizni kesib ketsa, narsangizni yo'qotib qo'ysangiz, qanday ahvolga tushasiz? Siz o'sha paytda o'g'riga nisbatan nimani his qilasiz? Hoynahoy jahli chiqadi, o'g'ridan nafratlanasiz, lekin o'g'rini ayamaysiz. Mening bolam degan narsa kelmasa kerak xayolingizga. O'g'rilarga ham oson emas degan fikrga qanday qaraysiz? O'g'rilarga osonmi? Ularni ayash kerakmi? Ularga nisbatan shafqatli bo'lish to'g'rimi? Keling, hikoyani ko'rib o'tamiz. Chunki bu yerda siz bilan bizning tushunchamizdagi o'g'riga munosabat yo'q. Bu yerda mutlaqo boshqa tushuncha. Otamizning o'lganiga anchagina yil o'tib ketdi. Bu yil 17-yilning ko'klamida onamizdan ham ajralib, shum yetim bo'lib qoldik. Biz 4 yetimdan xabar olib turishga katta onamning onalari Roqiya bibi kelib turibdilar. Biz u kishini erkalab qora buvi deb ataymiz. Demak, birinchi jumladan bilsangiz bo'ladiki, bitta bolani tilidan hikoya qilinyapti. Chunki otasi, onasi o'lganini aytyapti. 17-yil, bu demak 1917-yil qanaqa davr edi, nima voqealar bo'lgan edi? Demak, birinchidan bu birinchi jahon urushi payti, qashshoqlik, qiyinchilik payti. Ikkinchidan 1916-yil mardikorlik bo'lgan, ya'ni mardikorlikka olish boshlangan. O'rta Osiyoliklarni buning orqasidan katta noroziliklar uyg'ongan, keyin yani odamlarning haddan tashqari qashshoqlashgan, qiynalib qolgan payti bu. Oqshomlari buvim boshliq hammamiz oldochiq ayvonda o'nto'da ko'rpa yostiqlarga o'ralib bittagina o'ratepaning kir ip sholchasi ustida uxlaymiz. O'quvchilarim hoynahoy sholcha nimaligini ham, o'nto'da ko'rpa yostiqlarni ham tushunmasa kerak. O'ratepa bu Tojikistondagi shahar. O'ratepada to'qilgan sholcha bu, ya'ni sholcha bu gilam emas, bu yupqaroq to'shama. Va shuni to'shalgan ochiq ayvonda, hattoki bir paytlar o'quvchilarim ayvon nima deb so'ragani ham bo'ldi. Ya'ni ustunlar qilingan ochiq ayvon, ilgari shunaqa bo'lardi, tom yopilgan, lekin ana shu ochiq joyda yerga qator ko'rpa-ko'rpachalarni to'shab, 5 ta, 6 ta, nechta bolasi bo'lsa, hamma bolalar yonma-yon uxlayvergan va u burchagida otasi, u burchagida onasi yoki buvisi bo'lib uxlayvergan. Ana shunaqa haqiqiy, qadimiy o'zbekona manzarani ko'z oldiga keltiring. Sentyabr oylarining oxiri, ilk kuz oqshomlaridan biri edi. Havo anchagina salqin. Biz yetimlar bir-birimizning pinjimizga tiqilib, bir-birimizni isitib uyquga ketganmiz. Qatorda eng so'nggi bo'lib ona chumchuqday qora buvim yotardilar. U kishi 80 dan oshib ketgan, noskash kampir edilar. Bu yerda nimaga ahamiyat berishingiz kerak? Demak, sentyabr oylarining oxiri, bu allaqachon salqin tushgan. Ichkarida uxlasa ham bo'lardi, lekin bular qarang, tashqarida uxlarkan, ayvonda uxlarkan, bir-birini isitib, bir-birini pinjiga tiqilgan, mana shu yetimlar, bolalar. Va qatorda mana shu bolalarning eng chekkasida buvi yotibdi va 80 dan oshib ketgan, nos chekadigan kampir ekan. Ya'ni u paytda ayollar ham nos chekkan. Bu oqshom 3 xo'roz o'tgandan keyin 7 ta qaroqchi yulduzi tik kelganda g'o'ng'ir ovozdan uyg'onib ketdim. Ya'ni bu ham o'ziga xos vaqtni ko'rsatadigan narsa. 3 xo'roz o'tgan degani xo'roz bitta qichqirdi, ma'lum vaqtga xo'roz 2 marta qichqirdi, xo'roz 3 marta qichqirdi. Ya'ni har xo'rozning qichqirishi u uchun vaqtni o'lchashga xizmat qilyapti. 7 qaroqchi, ya'ni 7 ta yulduz bor bilasiz. Ana shu yulduz tepaga kelib qoladi. Ana shu yulduz tepaga kelganda, ya'ni tongga yaqin deyapti. G'o'ng'ir ovozini eshitib, bolakay uyg'onib ketgan. Buvim kim bilandir anchagina baland ovoz bilan suhbatlashmoqda edilar. Hovlimiz ota-bobodan qolgan, anchagina katta bo'lib, 4 burchak tanobli hovlilardan edi. Gir atrofi imorat, shimol tomonda amakivachchalarim turishardi. Lekin ular yozda bog'ga ko'chib ketardilar. Hozir ular tomon bo'sh. Ya'ni ular, ya'ni juda ko'p odamlar yozlik va qishlik uylarda yashashgan. Yozlik uylar bu dalalar bilan bog'liq bo'lgan, chunki Toshkent ahli ham ko'pincha dehqonchilik bilan shug'ullangan va yozda mana shu bog'i, dehqonchilik qiladigan joylari va ana shuni yonidagi uyda yashashgan, qishda shahar markaziga qaytib kelishgan. Demak, amakivachchalar ana shu joyga ketgan, ularning bitta o'zi gir atrofi imorat bo'lgan hovlida.
va mana shu ayvonda uxlayotgan paytda bola buvisining kim bilandir suhbatlashayotganda uyg'onib ketdi. Buni qarang-a, bizning uyimizga o'g'ri kelibdi. Bizni ham odam deb yo'qlaydigan kishilar bor ekanda dunyoda. Ertaga o'rtoqlarimga toza maqtanadigan bo'ldim-da, bizning uyga o'g'ri keldi. G'urur bilan aytilsa bo'ladi, lekin ishonisharmikin? Ya'ni qarang, bola kambag'al oilani bolasi, farzandi va kambag'al uchun uyga o'g'ri tushib kelgan bitta sharaf, obro', g'urur bolaga maqtanib, biz uyimizga o'g'ri tushdi deydi. Chunki ana shunda xuddi demak biznikida ham o'g'rining qo'liga ilinsa bo'ladigan narsa va u darajada qashshoq emasmiz degandek go'yoki. O'g'ri o'sha amakivachchalarning tomidan sekin yura kelib, buvimning to'g'rilariga kelgan aks surib yuboribdi. Buvim esa yostiqni ko'kraklariga qo'yib, til tagidagi nos bilan o'ylab yotar ekanlar. Buvim tuf deb nosini tuflab, tomga qarab, o'g'rigina bolam, hoy o'g'rigina bolam, hoyni-hoy biror tiriklikning ko'yida tomga chiqqan ko'rinasan. Axir kasbing nozik, tumo-pumoyingni yozib chiqsang bo'lmaydimi, debdilar. Tasavvur qiling, buvi mana shu 4 ta yetimni yonida qatoriga yotqizib olib, tiliga nos tashlab, o'ylanib o'tirgan qayg'udagi buvi va u shu qadar bir mehribonchilik timsoli qilib ko'rsatiladiki, asarda u o'g'riga ham rahmi kelyapti. O'g'rigina bolam, qarang, gina erkalatyapti, bolam deb o'ziniki qilib aytyapti. Va tirikchilik qilaman deb chiqqan bo'lsang, tumovingni yozib chiqqan, tuzalib chiqmaysanmi? Aksirib qo'lga tushib qolasan-ku, deyapti. O'g'ri tomdan turib, "Axir buvijon, siz ham biror kecha tinchingizni olib uxlasangiz bo'lmaydimi? Bizning tirikligimizni yo'lini to'saverasizmi? Tirikchiligimizni yo'lini to'saverasizmi?" debdi. Ya'ni o'g'ri ham qarang, xalaqit berib uxlasangiz bo'lmaydimi, deyapti buviga. Va u ham buvijon deyapti, qarang kampirga. Men gap shu yerlarga kelganda uyg'onib ketgan bilsam kerak. Qolgan gaplarni eshitganimcha qilib yozaman. Ya'ni go'yoki endi yozuvchi mana shu bolalikda yuz bergan voqeani eshitgan va ko'rgan hozir gapirib beryapti. Hoy aylanay o'g'rigina bolam, boshimda shunday musibat turganda ko'zimga uyqu keladimi? Mana 6 oy bo'ldi. Biror soat mijja qoqib uxlaganim yo'q. Kunduzlari garangday dovdirab yuraman. Biror yerga o'tib mizg'iganday qush uyqusi qilaman. Kechalari xayol olib qochib ketadi. Demak, asarda boshida shum yetim bo'lib qoldik degan narsa aytib e'tibor bergan bo'lsangiz, ya'ni bizda shunaqa iboralar bor. Agar otasi o'lib onasi bilan qolsa gul yetim deydi, onasi o'lib otasi bilan qolsa qul yetim deydi. Agar ota ham ona ham o'lib qolgan bo'lsa shum yetim deydi. Ya'ni shum yetim bo'lib qoldi degani o'sha otasi ham onasi ham yo'q va ularga buvi qarab o'tiruvdi. Va mana shuni o'zi musibat kampirga, kampir mana shunaqa musibat, ya'ni kampir 80 dan oshgan, o'lib qolsam shu bolalarga kim qaraydi degan bir qayg'u ichida o'tiribdi. 6 oydan beri mijja kiprik degani, kiprik qoqmadim, ya'ni uxlaganim yo'q. Qush uyqusi degani odatda qarilar shunaqa bo'ladi, e'tibor bergan bo'lsangiz, qushga o'xshab ko'zi ketadi, biroz mizg'iydi-da, yana uyg'onib ketaveradi. Va hattoki siz bilan gaplashib turib ko'zi ketib qoladi-da, ko'zini ochib yana gapni davom ettirib ham ketaveradi. Mana shu qush uyqu deydi. Nimalarda xayol surasiz buvijon? Bu gapdan keyin ustidagi to'nini turmuchlab, bo'g'otning ustiga yostiq qilib qo'yib, o'g'ri ham yonboshlab oldi. Demak, tasavvur qiling, o'g'ri to'nda ekan, to'nini yechibdi, turmushlab buklabdi-da, keyin yostiqqa o'xshab qilib, o'g'ri yonboshlab gaplashib o'tiribdi. Bo'g'ot nima degani? Ilgari qamishdan yasalgan uylar bo'lgan va tomlar, tasavvur qiling, mana shu tom devor bo'lsa, mana shu tom bo'lsa, devor biroz bu yoqqa qamishni chiqarib qurilgan. Ya'ni uylar mana shunday turmaganda, mana shunaqa shaklda chiqarib qo'yilgan. Mana shu joy bo'g'ot deyiladi. Ya'ni u ham bo'g'ot ustiga, ya'ni mana shu joyga yostiq qo'yilgan. Ya'ni tomning labida turibdi, tomni shunday chetida turibdi. Va bu biroz panada turishingizga yordam beradi. Aytaylik, yomg'ir yog'sa boshqa qilsa, devorga to'g'ridan to'g'ri urmaydi, biroz mana shu kichkina pana ochiq joy qoladi. Ya'ni to'siq qilsa bo'ladigan kichkina tom bo'lib turadi. Xo'sh, nimalarning xayolini surardim? Shu 4 yetimni ertasini o'ylayman-da bolam. Zamonni o'zing ko'rib turibsan. Tiriklik toshdan qattiq, tuyaning ko'zidan no, anqovga shapiq. Ya'ni ko'ryapsan hayot qanaqa qiyin, deyapti. 4 yetim bola qolib ketgan, shularni o'ylayapman, deyapti. Tuyani ko'zida, ya'ni kichkinagina non, anqovga shapiq degani, anqov degan afsonaviy qush bor. Anqovning urug'i deydi, ya'ni topilmas, noyob degani. Ya'ni kichkina tuyani ko'zida keladigan non topish ham katta muammo, deyapti. Hali bularning qo'lidan ish kelmaydi. So'qqaboshgina aravakash tog'alarning topgani o'zining ro'zg'oridan ortib, bularga qut-loyamut bo'lishi qiyin. Ya'ni ularga kim qarashyapti ekan hozir 4 yetimga? So'qqaboshgina aravakash tog'alari, aravakash tog'a bor ekan. So'qqabosh, ya'ni uylanmagan, bo'ydoq va ana shu o'zini ro'zg'oridan ortib, ya'ni u oldin o'ziga yetkazsinmi, o'zining oila a'zolariga, bularga yetkazsinmi, yo ovqat-povqat qilib qaytasiga yetkazadi, deyapti.
ro'zg'orda bo'lsa ko'z ko'rib qo'l tutgudek arzigulik buyum qolgani yo'q, bir chekkadan sotib yeb turibmiz. Ya'ni shu darajada qashshoqlik va qiyinchilik bo'lganki, ana shu 16-yillar 14, 15, 16, 17 ana shu davrlar, bu ham qaysidir ma'noda G'afur G'ulom o'zini tarjimai holi bolaligi bilan bog'liq tafsilotlar, shuning uchun shu darajada yaxshi biladi u. Turib yeganga turumtoq chidamas deganlar. Ya'ni agar tog' bo'lsa ham bir chekkadan yursang tog' ham tugab ketadi, deyapti. Ha, bu bolalar qachon ulg'ayadi-yu, qachon o'zini non topib yeydigan bo'ladi. Chor nochor hayol surasan kishi. Tag'in bu yetimlarning bittaginasi o'g'il, 3tasi qiz. Endi 14 dan 15 ga o'tdi. Qizlari qurg'ur qachon bir yerga elashib ketadi-yu, o'zi o'rab, o'zi chirmab oladigan joy chiqmasa, bularga kim ham ko'zi tushib turibdi deysan. Zamon qattiq o'g'rigina bolam, zamon qattiq. Qarang nima aytyapti. Ya'ni bizda har doim farzandli bo'lganda mana shunaqa stereotipimiz bor. Ya'ni qiz tug'ilsa ko'p ham xursand bo'lmaganmiz, o'g'il tug'ilsa xursand bo'lganmiz. Chunki o'g'il bizni boquvchimiz bo'lgan. Qizlari foydasi yo'q, baribir o'rab chirmab birov olib ketib qoladi. Ya'ni qiz bola birovning uyiga xizmatkor bo'lishga tug'iladi, birovning olib ketadi, birovni xasmi, undan foyda yo'q. Va bu yetimlar bittasigina o'g'il, ya'ni pul topish mumkin bo'lgan bir dona, ana qizlar birontasi pul topmaydi baribir, deyapti. Va endi 14 dan 15 ga o'tdi. Ya'ni hali qo'ldan ish keladigan emas. Qizlar qachon bir elashib ketadi, ya'ni qachon qizlar bo'yi yetadi, bir olib ketadi. Ya'ni olib ketsa, endi kampir muammosi emas, olib ketgan eri muammosi. Lekin o'zi o'rab, o'zi chirmab oladigan joy degani, ya'ni sep sidirg'a kutmaydigan joy bo'lsa, mayli sep kerak emas deb o'zi o'rab chirmab, ya'ni qizlarni paranjiga olib ketishgan-ku, olib ketadigan joy bo'lsa-yu, mayli bo'lmasa ham bu kambag'allik qizga kimni ko'zi tushyapti, kim ham kambag'allik kelin qilardi, deyapti. Ya'ni bizda har doim boy xonadonlar bilan kelin bo'lishga harakat qilingan, boylarning qizi xaridorgir bo'lgan deylik. To'g'ri aytasiz buvijon, dedi o'g'ri. Meni ham 2 bolam, xotinim, bitta kampir onam bor. Bir tovuqqa ham don kerak, ham suv kerak deganlarda shularni boqishim kerak. 4 ta chavata non topish uchun o'zimni o'tga, cho'g'iga Alining qilichiga uraman. Ya'ni u ham o'zidan nolishni boshladi hayotidan, o'g'ri ham. Va qarang, buvijon deb aytyapti, dardini aytyapti. 2 ta bolasi borligini, xotini, qari onasi borligini aytyapti. Bitta tovuqqa ham don kerak, ham suv kerak, ya'ni hammani boqish kerak. Va oilani boqish uni vazifasi, burchi. 4 ta chavata non, chavata degani bu oddiy suvga qilinadigan xamirda, hozirgi lavashlarimizga o'xshab ketadi. Shundoq xamirga qilinganda yog'da pishirib yeydi. Biz anjoriylar o'shani chavata deydi. Hindlardagi chapati nonni kelib chiqish tarixi ham shu bilan bog'liq. Hazrat Alini aytyapti, Alining qilichiga uraman, ya'ni o'tga, cho'g'iga, Hazrat Alini qilichiga, ya'ni qiynalaman, deyapti. Bo'lmasa ishlay desam, bilagimda quvvat bor, aql hushim joyida. Menga hozir qilib turgan o'g'irlik kasbi yoqadi, deysizmi? Ko'ryapsizmi? Ya'ni endi u shu kasb qilishni xohlamaganligini, majburligini aytyapti. Tuppa-tuzuk ayolmand kosibning bolasi edim. Ayolmand nima degani? Ayolmand degani serfarzand degani. Kosib degani oyoq kiyim tikadigan odam degani. Demak, oyoq kiyim tikadigan serfarzand odam bo'lgan otasi. O'shani bir necha bolalardan bittasi bo'lgan. Zamon chappasiga ketdi, ya'ni zamon teskari qarab ketdi, ya'ni qiyinchilik bo'lib ketdi. Kerenskiy podsho bo'lgandan keyin urush to'xtaydi degan edilar. Hali beri to'xtaydigan ko'rinmaydi. Hali ham zamon o'sha ilgi to'qlarniki. Kerenskiy deb qidirgandim, Google mana shu odamni chiqarib berdi. Rossiyada 1907 fevraldan oktyabr oyiga qadar hukm surgan muvaqqat hukumat boshlig'i, muvaqqat vaqtinchalik degani, vaqtinchalik hukumat o'rnatilgan, Oqpodshodan keyin mana shu odam taxtga o'tirgan, keyin oktyabrda inqilob bo'lib odamlar uni taxtdan ag'dargan. Va ana shunaqa qiyin payt, zamon kimning zamon kimning zamon bizniki degan gap bo'lardi. Zamon ilgi to'qlariki, ya'ni boylarki, deyapti. Ya'ni hamisha boylarga yaxshiroq, osonroq, deyapti. Biror boshqa kasb qilsang bo'lmaydimi, bolam, dedi kampir. Nima kasb qilay? Hamma kasblarning bozori kasod. Bozori kasod degani singan, bankrot, deyapti. Ota kasbim kavush do'zlikni qilaymi? Avvalo shuki, kavush tikishga na charm bor, na sirach, na mix, na lok. Ya'ni charm tikishga kerak bo'ladigan, charmdan kavush tikishga kerak bo'ladigan ashyolarni aytyapti. Masallig'ining o'zi bitib chiqqan kavushdan 3 baravar qimmat. Hammollik qilay desam, avvalgidek qoplab g'alla, qoplab sabzi sholg'om oladigan badavlatning tuxumi qurigan. Tuxum urug' qurigan degani, ya'ni urug' ekasiz, keyin ko'payadi-ku. Urug' qursa ko'paymaydi. Ya'ni boylar ham yo'q. Hammollik degani yuk ko'taradigan degani. Ya'ni biz o'zbekcha qilib deylik, gurushik deymiz hozir. Ya'ni biror joyga agar uyga odamlar qoplab bozorlik qilsa, deylik, uni o'zi ko'tarib olib kira olmaydi. Hammol yollagan, hammol og'irlarni ko'tarib ichkariga tashib bergan. Ya'ni hammollik ham qilishga kuchim bor, deyapti, lekin kim hozir qoplab g'alla oladi, qoplab sabzi sholg'om oladi, deyapti.
tunov kuni shu mahalning devkor etikdo'zlaridan Buvamat ota butun qolib u shonu so'zan bigizlarini ulgurjisiga 2 pud jo'xori unga muvoza qildi. Muvoza qildi degani ayir boshladi degani. Ya'ni Buvamat ota qolipi, shon so'zan, ya'ni ana shu kavush tikishga kerak bo'ladigan buyumlarni aytyapti. Mana shularni anjomlarni hammasini ulgurji degani, shu biz optim deymiz odatda. Ulgurji, ya'ni yoppasiga hammasini 2 pud jo'xoriga almashib yuborgan. Ya'ni jo'xori bu Makka jo'xorini uni. Ya'ni u ham Makka jo'xori uni bug'doy unichalik mazali emas, biroz achchiqroq, undan non yopish ham qiyinroq, lekin nima qilsin endi, u arzonroq, topish osonroq uni. Yaxshi qildi. Ya'ni yoqlayapti Buvamat otani. Uning etigini kiyadigan o'zbek, qozoq, qirg'iz dehqonlari qayoqda deysiz? Qolgan emas. Faqat ularning yetimlarigina shahrimizni to'ldirib yuribdi. Nimaga o'zbek, qozoq, qirg'iz qolmadida yetimlar yuribdi? Yani qani ularning otalari? Chunki mardikorlikka olish bo'lgan 1916-yil hamma qo'lidan ish keladigan erkaklarni olib ketib qolishgan, Rossiyaga, o'rmonga ketishga, og'ir ishlar qilishga va ayollar uyda qolgan. Ayollar bilasizki, bizda hech qachon oldin ayollar ishlamagan. Ular faqat farzand tarbiyasi, uy ishlari bilan mashg'ul bo'lgan. Ular ishlab, zavodga, fabrikaga borib pul topib kelgan emas. Ayollar qo'lida hunari, ilmi bo'lmagan va tasavvur qiling, faqat yetimlarigina qoldi. Ya'ni kichkina bolalar ko'cha to'la gadoylik qilib yuribdi. Qaysi burchakka, qaysi chordevorga bosh suqmang, 15 ta yetim yuvuqsiz qo'lini cho'zib, "Amaki, non bering" deydi. Ko'ryapsizmi? U rahmi kelyapti ana shu yetim bolalarga, lekin chorasiz. Nona o'zimnikiga topolmayman-u, bittaman emas, bu mahalladagi hamma kosiblarning ahvoli shunaqa. Pichoqchilar ham, bo'zchilar ham, ko'nchilar ham, boringki maktab domlalari ham, mullavachchalarning ham rangi panoh. Bir qoshiq obi yog'onga zor sanqib yuribdi. Demak, yana nimani tushunsa bo'ladi? Bu hikoya menga nimasi bilan yoqadi? Bittasi, biz unutirib ketayotgan so'zlar, atamalar bor shu hikoyada. Ilgari odamlar mahalla kasb hunar egalari yashashgan. Ya'ni bitta mahalla kosiblarning mahallasi, bitta mahalla pichoqchilarniki, bitta mahalla bo'zchilarniki bo'lgan. Bo'zchilar bu bo'z to'qiydigan, mato to'qiydiganlar. Demak, ko'nchilar bu terini pishirish, pardozlash, charm tayyorlash bilan shug'ullanadigan mutaxassislar, teri pishiradiganlar. Ya'ni o'sha charmda tayyorlab beradi, keyin undan kavush va hokazo tikish mumkin. Va qarang, nafaqat hunarmand, balki ilm ahli ham hammasi rangi oqarib, och, bir qoshiq obi yog'on degani, obi yog'on yog'siz qaynatma sho'rva. Ya'ni hamma narsani masalan suv o'ziga qaynatib, oppoq narsa bo'ladi. Ana shuni obi yog'on deydi. Ya'ni bir qoshiq obi yog'onga zor, o'sha ham yo'q. Sanqib ko'chama-ko'cha ish qidirib, pul qidirib yuribdi hamma. Xudoyo, urushi boshiga yetsin, qiyomat qoyim degani shudirda, o'g'rigina bo'laman. Ha, mayli. Shu yetimlarning ham peshonasiga yozgani bordir. Xo'sh, endi o'zingdan so'ray. Axir noilojlikdan-ku shu harom yo'lga qadam bosibsan. O'ziga to'qroq, badavlatroq odamlarnikiga borsang bo'lmaydimi? Mana shu mahallada Karim qori degan chitfurush bor, Odilxo'jaboy degan pudratchi bor, Matyoqubboy degan ko'nchi bor. Ko'ryapsizmi? Kampir oldiniga urush qursin deb bir qarg'anib qo'ydi. Ya'ni odamlar odatda, ayniqsa keksalar deylik, buvlar deylik, birorta muammo bo'lganda birroq qarg'anib kimnidir ayblab qo'yadi. Keyin darrov mayli endi peshana deydi. Ya'ni o'zbek xalqi har doim boshga qanaqaki musibat tushmasin, oldin yozg'iradi, bitta xafa bo'ladi, keyin shukr qilishga sabablar topadi va oxirida yaxshilik umid qiladi. Ketma-ketlik har doim shunaqa. Va endi u mavzuni o'zgartiryaptiki, bolam, o'g'irlik qilsan, boyroq odamlar uyiga tushsang bo'lmaydi deyapti. Ya'ni kampir uyiga tushgani bilan deylik, uni uyda ishlansa baribir. Va aytyapti, ana chit sotadigan, mato sotadigan savdogar bor, Odilxo'jaboy degan pudratchi bor. Pudratchi degani shartnoma tuzib odam yollab ishlatadigan odam. Matyoqubboy ko'nchi bor, ya'ni o'sha terilarni tayyorlab beradigan. Bularning davlati-ku mil, ya'ni ko'p. Beshikdagi bolasi ham chetiga bayt yozilgan chinni kosada osh ichadi. Shularning tomini teshsang bo'lmaydimi? Tasavvur qiling, oddiy ularga o'xshab sopol idishmasa, chinni kosa, ya'ni u paytda noyob va boylik timsol bo'lgan, chetiga bayt yozilgan chinni kosada osh ichadi. Ya'ni bu boylikning nechog'li ekanligini tushunishimiz uchun go'yoki berilyapti. Buvim tushmagur, soddasizda, sodda, dedi o'g'ri. Boylarning uyiga tushib bo'ladimi? Ularning paxsasi 8 qavat, eshiklari temirdan, har bittasining qo'rasida eshakda 2-3 tadan itlari bor. Bu itlar hovli sahnadan bitta kapalak o'tsa bir hafta vovullaydi. Ya'ni u ham aytayapti, nimaga boylar uyiga tushmayapman? Chunki boylarning uyi paxsasi 8 qavat. Ya'ni hozir bora paxsali uylar ham yo'qolib ketdi. Odamlar, masalan, meni o'quvchilarim paxsa nimaligini ham bilmaydi.
oldin shunaqa uylar paxsa bo'lgan, ya'ni paxsa shu mana shu bitta qavat, bitta qator paxsa urilgan, ikkinchi qavat. Ya'ni men ko'rgan paxsalar, devorlar bu uylarning devori emas edi, hovlini atrofiga o'ralgan devorlar edi. Mana shu paxsa 3 paxsa, 4 paxsa deb hisoblanadi. Men ko'rganlarim 3 paxsa edi. Ya'ni mana shu bitta, ikkita, 3ta bo'lak bo'ladi. Mana shu 3ta paxsa bo'ladi. Bu aytyaptiki, boylarniki 8 qavat paxsa, mana shundan 8 ta demak juda ham baland, devordan oshishi imkoni yo'q. Eshiklari temir, ya'ni yog'och emas, teshib kira olmaysiz. Va eshakda itlari bor. Bu itlar kapalak uchsa ovlaydi-yu, qanaqa shu bo'ladi deb. Odil Xo'jaboyning G'ulom gardishidachi miltiq ushlagan garadovoy turadi. Jonimdan kechibmanmi? O'ldirmaganda ham sibir qilib yuboradi. Ya'ni G'ulom gardish degan atama bo'lgan, hovli darvozasi yonida qullar yashaydigan kulba bo'lgan. Bu yerda yurak ma'nosida ishlatilyapti. Ya'ni G'ulom gardish deb odamga nisbatan ham ishlatgan, joyga nisbatan ham bor shunaqa ayrim asarlarda. Ya'ni boylarni uyida eshik tagida bitta shunaqa uycha bo'lganda, shu uyda bitta xizmatkor yashagan. Keldi-ketdini qarab bilib yuradigan xizmatkori bo'lgan. Va ana shu G'ulom gardish deydi. Shuni shu yerda miltiq ushlagan garadovoy turadi. Ya'ni bitta harbiysi bor, askari bor, miltig'i bor. Yo otib tashlaydi, yo otmasa ham Sibir, ya'ni Sibirga surgun qilib yuboradi, o'sha mardikorlikka, ishga jo'natib yuboradi Sibirga. Bu kabi ham to'g'ri, o'rgina bo'lam. Ammo lekin ehtiyot bo'l. El yurtning oldida tag'in badnom bo'lib qolmagin, dedi bizning kampir. Ko'ryapsizmi? O'zbek xalqida badnom, ya'ni nomi yomon bo'lib qolish, sharmanda bo'lish yomon hisoblanadi. Ya'ni mabodo qanaqadir bir yomon ish qilgidek bo'lsa ham, uni iloji boricha yashirib qilishga harakat qiladi. Ya'ni bizda deylik, o'sha ishni qilishdan o'zini tiymaydi-yu, o'sha ishni qilib ham elga bilinmay qolishdan o'zini tiyadi. Ya'ni kesh shu jinoyatni qilmay qo'ya qol, yomon ish qilmay qo'ya qoling demaydi-da, yomon ish qilsanu, lekin ish qilib odamlar bilmasin-da degan bir hadik bor, deyapti. Gapingiz to'g'ri buvi, tunov kuni Orif Sassiqning otxonasidan 4 ta tovuq, bitta xo'roz o'margan edim. Tovuq xo'roz dedingmi? Ha, bu maxluqlarni qurg'ur qaqaqlab seni sharmanda qilmadimi? Hamma ishning ham o'z marom bo'lar ekanda buvi. Tovuq olgani borganda cho'ntagimga bir shishaga suv solib olaman. Keyin qo'ndoqning tagiga borib, og'zimni suvga to'ldirib tovuqlarga purkayman. Ya'ni qo'ndoq nima? Bitta shunaqa cho'p qiladi katakda, bilasizki, mana shu kataklarning ustida turadi tovuqlar. Ana shu qo'ndoqqa tagiga borar ekanda og'zidagi shishadagi suvni og'ziga solib purkar ekan tovuqlar ustiga. Ya'ni o'g'ri tovuqlarni o'g'irlash usulini o'rgatyapti kampirga. Tovuqdek ahmoq jonivor olamda yo'q. Yomg'ir yog'yapti shekilli deb o'ylab, boshini ichiga tiqib, hap yotaveradi. Ya'ni yomg'ir yog'yapti deb o'ylaydi-da, boshini ichiga tiqadi tovuqlar. Va o'shanda hiqildog'idan tutib, bitta-bitta xaltaga solaveraman. Ya'ni qoqolagani qo'ymayman. Shunaqa degan, voy tavba, hamma hunarni ham o'z mo'rt gardoni bo'lar ekanda. Mo'rt degan esa sinadigan, gardon o'zi bo'yin, sinadigan bo'yin. Ya'ni bu nozik joyi deyapti. Ya'ni hamma ish ham o'zi nozik bitta yo'llari bo'lar ekanda, deyapti kampir. Shunday qilib desangiz, buvijon, sirimning hashaga ochilishiga oz qoldi. Yo'q, ellik boshimiz Rahmon xo'jaga xo'rozni olib borib bergan edim, ishni bosib qilib yubordi. Rahmon xo'ja men bilan tuzuk, yaxshi odam. Bultur uni buni sotib 83 so'm pul jamg'arib, topganimiz shu 50 boshi ota deb pora bergan edim, rabochiga ketishdan olib qoldi. Qarang, go'yoki dialogda bitta kichkina narsa beryapti-yu, tagida katta narsa bor. Ya'ni hashaga ochilib qolishiga ozgina qoldi, ya'ni o'g'riligim bilinishiga ozgina qoldi. Va keyin 50 boshiga olib boribdi-da, xo'rozni poraga beribdi. U o'g'rilik ishni bosib qilib borgan. Ya'ni u xo'roz bilan tovuq o'g'irlaganda, xo'rozni berib tovuq yoniga qoldi. Ya'ni poraxo'rlik bilan jinoyatlarni yopish imkoniyati bo'lgan, deyapti. Shuningdek, Rahmon xo'ja men bilan tuzuk, o'zi yaxshi odam, deyapti. Uni buni sotibdi, 83 so'm pul berib, topganimiz shu deb pora berib rabochiga ketishdan qolgan. Ya'ni shunaqa bo'lganki, 16-yilda mahalliy aholini, erkaklarni Rossiya hududiga og'ir ishlar qilishga yuborishgan va ana shu yuboriladigan odamlarning ro'yxatini tuzish amaldorlarga topshirilgan. Masalan, 50 boshlar, 100 boshlar odamlarning ro'yxatini qilgan. Ularga aytilganki, har bitta xonadan, masalan, xonadondan aytaylik 3 ta o'g'li bo'lsa, 2 tasini yozib, bittasini qoldirish kerak bo'lgan. Ya'ni kimdir oila boquvchi bo'lib qolish kerak bo'lgan. Qolganlarini yozish kerak bo'lgan. Endi bilasizki, 4 ta 5 ta o'g'illi bo'lgan o'zbek farzandi. Ular nima qilgan? Boylar o'zini bolalari, tanish bilish, pora berganlarni olib qo'yganda, puli yo'q, oddiy bechora odamlarni hamma erkagini, otasi-yu o'g'illari hammasini jo'natavergan ularning o'rniga. Va shuning uchun ham xatga tushding, o'tga tushding degan maqol shu bilan bog'liq. Ya'ni ro'yxatga tushding, bo'ldi, o'tga tushding, tamom bo'lding.
yoki Said Ahmad toming baland, toming dalam noming baland, yigitlarga qo'l qo'ygan padaringga ming la'nat degan she'r bor xalqdagi ijodda bilsangiz. Said Ahmad degan bitta boy hammani ro'yxat qilganda yigitlarga qo'l qo'ygan padaringga la'nat, ya'ni yigitlari ketaversin deb qo'l qo'yib ro'yxat qilib berib yuborgansan, seni padaringga la'nat deb shuni aytyapti. Ya'ni ana shunaqa bir davr ediki, u ham pora berib rabochiga ketishdan qolgan, ya'ni mardikorlikka ketishdan qolgan. Lekin qolgani bilan baribir ish yo'q, oilasini boqishga qiynalib yuribdi. Ha, ish qilib bola chaqasining egiligini ko'rsin, ya'ni rohatini ko'rsin. Endi bu yoqqa qarab o'g'ri bolam ha demay tong ham yorishib qolar. Ana yorug' yulduz ham tikkaga kelib qoldi. Ya'ni cho'lpon yulduzi tepaga keladi, bilasizki, tong otganini bildiradi. Oshxonaning yonidagi tutdan sirg'alib pastga tush, o'tinimiz yo'q. Oshxonada bir zamonlar bog'dan kelgan bir ikkita yong'oq to'nka bor. Boltini olib shuni bir chekkasini ozgina uchirib ber, qumg'on qo'yaman. Kecha tog'ang berib ketgan zog'oradan ikkitasini olib qo'yganman, birgalashib choy ichamiz. Ko'ryapsizmi? U nafaqat uni bolam deyapti, balki tog'ang ham deyapti. Ya'ni ana shu 4 yetimlarning qatoriga qo'shib olyapti-da. Tog'inggacha ikkita zog'ora, ya'ni makkajo'xori undan qilingan non bor deyapti. Shu ikkita nonni olib, o'tin yorib bersang, qumg'on, ya'ni o'sha qumg'on bu choynak suv qaynatadigan. Qumg'onni odatda cho'g' ustiga qo'yib, olov ustiga qo'yib qaynatishgan. Choy qo'yaman, keyin choy ichamiz birga deyapti. Qarang, ya'ni u o'g'rini ayblamayapti, o'g'riga baqirmayapti, nimaga o'g'irlik qilasan demayapti, unga achinayapti va uni nonushtaga taklif qilyapti. Yo'q, bu dedi o'g'ri. To'nka yorib berarman, ammo choy icha olmayman. Chunki kun yorishib qolsa meni tanib qolasiz. Juda ham yuzimni sidirib tashlaganim yo'q, andisham bor, uyalaman. Qarang, kampir qanaqa mehribon kampir bo'lsa, o'g'ri shunaqa insofli o'g'ri. Va meni tanib qolmang deb aytayapti go'yoki. Voy, ulay, qutlug' uydan quruq ketasanmi, bolam? Bir nima olib ket, to'xta. Nima olib ketsan ekan? Ha, darvoqe, oshxonada bitta yarim pudlik qozon bor. Qarang, bu shunisi bilan ajoyibki, ikkita inson bir-biriga o'ta mehribon, bir-birini tushunayotgan, ya'ni musibatli odamni birlashtirgan va bu o'g'ri deb qaramayapti. Bu bitta bechora qiynalgan, oilasini boqish kerak bo'lgan bolasidek ko'ryapti uni. Va qutlug' uydan quruq ketmaydigan o'zbeklarning maqoli bor. Ya'ni biz mehmon kelsa ketayotganda nimadir berib yuboramiz odatda. Ke quruq ketma, mana shu qozonimni olib keta qol deyapti. Yarim pudlik, ya'ni bu juda katta dosh qozon. Alla zamonlar uyimizda odamlar ko'p edi. Katta qozonda osh ichardik. Xudoning g'ashiga tegdik shekilli shundoq katta gurkiragan xonadondan mana shu 4 tagina yetim qolib turibdi. Ha, bular qachon katta qozon qaynatar edi-yu. Shuni olib keta qol, sotib bir kuningga yaratarsan o'g'rigina bolam. Qarang nima deyapti. Osh degani biz palovni tushunmang, har qanday ovqat osh deganimiz kerak. Va katta qozonda osh ichardik. Ya'ni suyoqatni nazarda tutyapti. Dosh qozonda ovqat qiladigan zamonlar o'tib ketdi. Va endi shu 4 tagina yetim qoldi shu uyda deyapti. Bular qachon qozon qaynatadi? Olib keta qol shu qozonni, quruq ketma. Sotsang bitta kuningga yaratasan, bolalaringni boqasan deyapti. Yo'q, ey buvi, yomon niyat qilmang. Hu deguncha bu kunlar ham umid bo'lib ketadi. Yana katta oilalar jam bo'ladi. Hatto bu qozon ham kichiklik qilib qoladi. O'sha yetimlarni o'ziga buyursin. To'ylarda o'ynab, kulib xizmat qilaylik. Xayr endi buvi, men ketaman. To'xtamon ham yorishib qoldi. Xayr o'g'rigina bolam, kelib tur. Xo'p ona, xo'p. Ko'ryapsizmi? Dialog shu bilan tugadi va o'g'ri nafaqat uni qozonni olib ketmadi, balki yaxshi niyat qildi. Hali bu bolalar katta bo'ladi, bolalar uylanadi, bola chaqa qiladi, bu oila katta oila bo'lib mana shunaqa dosh qozonda ovqat qilib yeydigan kunlar keladi, deyapti. Va mayli bolam, kelib tur deyapti. O'g'riga kelib tur deb aytyapti. U ham ona deyapti. Qarang, oxirgi bor onasi xato. Chunki bolam deyapti, u ham onam deyapti. Xo'p, ona deb ketyapti. Ya'ni bu hikoya o'zbek xalqining qiyinchiliklar oldida ham sinmaydigan irodasi, buzilmaydigan mehr-oqibati va kirlanmagan samimiyati haqidagi hikoya go'yoki. Va qarang, roviy ham oxirida aytayaptiki, men o'sha o'g'ri kishini tanir edim, haligacha hech kimga kimligini aytgan emasman deb. Ya'ni odamni tanigan go'yoki bo'layotgan joyda, lekin shu odam o'g'irlikka keldi uyimizga deb kimligini aytmaganman. Chunki bolakay ham go'yoki o'g'rini tushunyapti va uni kechiryapti. Keling xulosa qilib ko'ramiz. Har qanday zamonda ham boy, qashshoq, poraxo'r, yetim, yaxshi va yomon inson bo'lgan. Ya'ni o'sha zamonda odamlar poraxo'r edi deyolmaysiz, poraxo'rlar har doim topilgan. O'sha zamonda odamlar kambag'al edi demaysiz, o'sha zamonda boylar ham bor edi. Yoki o'sha zamonda aytaylik kimlar yetim edi yoki odamlar yaxshi edi, odamlar yomon edi deyishdan tiyilgan ma'qul deb o'ylayman. Chunki hamma zamonni ham o'zining boyi, kambag'ali, poraxo'ri, yetimi, yaxshisi, yomoni bor. Yana bitta xulosa, kambag'alga har qanday davrda qiyin bo'lgan. Qanaqa davr bo'lsa ham kambag'alga muammolarni yechish oldida, farzandlarini boqish yo'lida har doim ularga qiyin bo'lgan.
Va yana bitta xulosa qilishimiz mumkin, ayrim insonlar majburiyat yuzasidan qing'ir yo'lni tanlashi mumkin. Ya'ni boshqa yo'l topolmaganidan, aytaylik, majburlikdan qing'ir yo'lni tanlagan odamlar bo'lishi mumkin. Va o'zi ham bilyapti noto'g'ri ish qilayotganligini va chorasizlikdan aynan shu ishni qilyapti deylik. Va mana shunaqa qing'ir ish qilgan odamlarni tushunish, tushunmaslik, kechirish, kechirmaslik, o'sha odamlarning bittasiga aylanish, aylanmaslik har bitta odamni o'z oldida turgan tanlov bo'lsa kerak. Biz hikoyani mana shunaqa tushundik. Sizning fikr mulohazalaringiz biroz boshqacha bo'lsa, bemalol fikrlaringizni yozib qoldiring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.